Bitta pochkadan boshladim o'zimga kollagenni. Rezultat haqiqatan ham juda ham zo'r. 15 kun ichdim. Hozirga 15 kun, 16 kun ichman. Mana уже 4 ta qoldi. Hozir yana bittasini ichaman. Rezultat haqiqatan ham juda ham zo'r bu kollagendan. Ishonsanglar agar yuzimda atuklar bor edi, ko'p atuklarni ham ketkazib tortib, bundan tashqari burnimni oldida, bilsanglar, chiziq bo'ladi lab tomonga qaragan. O'sha chizig'im ham yo'qoldi. Bundan tashqari qanaqadir yuzda osilish, ranglar o'zgaradi-ku, misol uchun yosh o'tgan sari, ayniqsa tuqqandan keyin qon kamayganda o'sha rangi ham hozir ochildi, oldingi holatga qaytyapti menda. Sochlarimga juda ham yoqdi, chunki menda soch to'kilishi bor edi, sochim to'kilmayapti уже, deyarli to'kilmayapti, haqiqatan ham mayda-mayda sochim o'syapti. Tirnog'im sinuvchan edi. Tirnog'imiz singanigacha daji bor-ku, zo'r bo'lyapti, deb tirnog'im sinmayapti ham. Shunaqangi menga yoqdi bu kollagen. Suyak og'riqlarini ham haqiqatan qoldirar ekan, chunki menda og'riqlar bor edi. Kasal bo'lmasam, menda og'riqlar bo'lardi. Endi og'riq mayli buni ichgan paytim shunday bir qanaqadir spokойно qilib qo'ydi mana bu kollagen. Bilmayman, unaqa asabiylashmaydigan bo'lib qoldim. Yuzimda mana peshonada jahli chiqsa, mana bu qoshlari yomon-yomon bir-biriga jipslashib ketadi-ku, unaqa narsalargacha yo'q bo'lib ketdi va pishib